Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hörmətli qarindaşlar. Din ve Hayat namlı sohbet programımız arqılıq sizler bilen görüşdük. Programımızın növbətdəki bölümündə AK Parti'nin qalbisi üstü toxtalmaqçımız. Mən qarindaşlar Abul Qasım Ahmedi. Programımızın iz mehmini Ustaz Sırajın izi buludu. Sırajın şu AK Parti'ye qalbi qandan keyin bütün dünyada bulup bizim Uyghur xalqlar işide bu bir hammadan qiziqish nuqtasi bo'ldi. Bulup vatanın içindeki bazı yaşlar bu AK Parti'nin qanday parti ekanligini bilmeydi. Şuna bizim şu AK Parti'nin qanday parti ekanligini tushuntirishni sözümüzni boshlagan bo'lsak, qani marhamat. Yaxshi bo'ldi. Bismillahirrahmanirrahim. Bu sual muhim sual. Xususan bu 11. ayının 1. günü Türkiye'de ötküzülgen bu saylamның tantanasi neticeleri kütülmeyen halde bir netice çıkışı. Bu yalnız Türkiye'nin emas, bütün dünyanın diqqətini tartqan alaylı bir saylam bulup ötkenligini hemmelik bilimiz. Bunun da AK Parti dese bu Adalet ve Terakkiyat Partisi degen parti 2002 yılı kuruldu demek ki şundarak takriben. Bu anda Türkiye'nin umumi siyasi partilerin içindeki bir parti. Ama bu partinin alaydılığı şundan 13 yıl mabeyinde Türkiye'de bir köp partilik bir devlette yalğız hakimiyet sürüp kilisi ve bunun sebepleri nihayet köpendi. Biz bu AK Parti ya Adalet ve Terakkiyat Partisi'nin mahiyeti üstünü toxtalgan bolsak, bu Türkiye Cumhuriyeti 1924'te kurulgan keyin Osmanlı xilafeti yıkılıp bu devlet bir layıklık dinsiz hakimiyetini asas kılgan bir devlet ve şu devlette kurulgan bir parti. Bu partinin asası şu devletteki kanun tüzümlerine boysunmaya çare yok. Ama bu AK Parti'nin alaylılığı başka partilere nispeten bu partinin kurguçuluğu ve partide asası rol alan başta bu hazırki devlet reisi Recep Tayyip Erdoğan'ı tatip Abdullah Gül ve şunun okşayan meşhur kişilerin hemmisi asasen bu dini sahadan kelip çıkan, din okuyan, dini cihetten yetişken sahadaki kişiler tarafından kurulan parti bir başka köp kişiler bunu bazı şu dini taraftan karab düşünüdü. Emniyette parti hesabında bu parti normal layık parti olsun mu? Partiyi de mandırıvat kalla bu dindar kişiler. Yani bu AK Parti'nin hazır kadar galbi kılıp bu kilisi mi? Müslümanların bir dindar kişilerin mu? Hakimiyet başkurup, idare kılıp bir devletine başkuruş imkaniyeti bağlılığını gösterdi. Yani şu an bu AK Parti normal adetteki partiyle siyasi partide karalысы mı? Hazır dünyanın nazarında Türkiye'deki bir mühim devletini idare kılavatkan parti ve partinin başındaki asas şahsiyet şu Erdoğan'ındı. Hazır yakın biri hususen bu ahirki saylamdan keyin Erdoğan'ın ornunu baskan Ahmet Davutoğlu başminister oturup çıkan oldu. Herhalde yani bu Türkiye dünyanın nazarında, İslam dünyasının nazarında ve Türkiye'nin içi de mi alaylı bir dikkatini tartılgan hem galbi kılışta, halkın işini idare kılışta meyli çiriklikten, aşındak parakorluktan, kalaymakan işlerden, şahsi menfaatini, amının menfaatini üstü koyulgan bazı düşüncelerden hali, hakiki bir halkının menfaatine çıkış kılgan bir parti boğanlığı için bu derecede galbi kılganlığını görüyoruz. Bu partinin çıkılamış ilgili Refah Partisi degen okşaş Erbakan'ın ki sabakdaşları şunun ki dini cihat şunun kulu terbiyelengen adamı köp dedik ama partide. Yani hem sonunda bu musun partinin adı idare kılıvat kallanın köpüncüsü dini adamlardı. Özellikle dini mektepler, dini medresede okuyan. Hem bu partinin ki galip kazanışı öyle bütün dünya bu İslam dünyası ende zilzala geldi. Nurgul'un adamı kursan bu işte hatta bu vakti bazı Nurgul'un makalını izleyipti. Doktor Ali Karadağ'ın ki bir makalesi ben tarihimde bunçilik bir saylamlığı bunçilik kızgınlıkla bunçilik ciddiçilikle köymegen
nihayetde dünya bu nemede Türkiye'nin bu saylamada iki kutupqa aylandı deydi. Bütün şu hak madavatkan adaletindeydi Allah'ın kulluşı, şu hakның düşmanları olan, hürriyetin erkekliğinin düşmanları olan o bir kutup olup bu Erdoğan'ın ki şu kalbi kılanmaslık için tırışı degan o'xshash. Şuna biz ham de şu vatanning ichidagi qarindoshlardan, chet eldagi qarindoshlardan bu shu programma orqali diniy sohada yetishganlarni haqiqiy Allohning qo'rqsa, adolat bilan ish tutsa, cho'qim uningki yaxshi natijalarni qo'lga keltiradiganlik bir signal chiqadi buningdan. Endi bu partiyaningki g'albisi yuqori deyilganidek butun islom dunyosini hayajonga soldi. Bu partining g'alaba qilishdagi asosiy omillar qaysi? Nima uchun bu shunchalik nurg'unlagan ba'zi hozir AK Partining raqiblari balkim Turkiya hozir tarixda qilmagan bir tahdidotning ichidan-da. Masalan, hozir urush dunyo Turkiyaning atrofida tinch emas. Mushunda holatda hatto ba'zilar bu AK Partininki obraziga dag'at tekkizgan narsalarni yozishyotdi. Buning qudratidan bu idora qilinmaydi, mag'lub bo'ladi degan o'xshash. Qanda bu partiya qaysi g'alab qilishdagi omillar qaysi? Bu haqda ochiq bo'lgan bo'lsa. Endi bu AK Partining g'alaba qilishi yolg'iz bir partiyaning emas, Turkiya davlati sifatida Türkiye'nin O'rta Sharqdagi, hatta G'arb dunyosidagi, Türkiye'nin bir tarafı Avrupa'da, bir tarafı Asya'da bo'lg'achqa strategik o'rni intayin muhim. Hem bu Türkiye'de bu şu o'tgan 13 yıl mobaynida insanlar bu bizning bu programımızga qiziqqan insanların hammasi albatta Türkiye'ye qiziqqan bo'ladi. Türkiye'ninki o'tmishi, tarixiy jarayoni ve bu AK Parti kelgandan keyingi o'tmishini yaxshi bilish lozim, bildim. Ama şunu oldu mu endi AK Parti'nin bu derecede g'alaba qilishi ve bu bütün dünyanın diqqatini tortishda bir qancha turli omillar var. Birinchidan bu AK Parti şu biz başlab o'tgandek bu Necmiddin Erbakan hocamninki talipleri deyildi köpleri. Hem bu Avrupa'da ona ait köp o'rni va asoslik degan milliy yurishda Türkiye'de yoshlarning qurgan bir hareketi varken. Şu milliy yurishdan yetishib chiqqan yoshlar endi bu. Bularninki bir diniy tushuncha bilan yetilgan bo'lg'achqa, bular haliqidek mayli diniy jihatdan bo'lsin, siyasi jihatdan bo'lsin, ijtimoiy munosabatda bo'lsin, iqtisodiy jihatda bo'lsin, bir Allohdan qo'rqadigan, zulm qilmaydigan, boshqalarning haqqini yemaydigan, parixo'rlikqa qarshi chiqqan bir tüzüm bo'lg'achqa bir parti. Bu g'alaba qilishning omili shu. Bulardagi bir iymoniy kuch hem shundoq xalqning manfaatini ko'zlaganlik. Biz bilamiz Turkiyada bundan burun AK Parti kelishdan burungi ahvollarni. Nurg'un ishlarda adolatsizlik, musulmonlarni chetga qaqadigan, diniy tus olgan kiyimni qo'ymaydigan nurg'un masalalar bor edi. Bu AK Parti hokimiyatga kelgan 13 yil mobaynida nayt ko'p masalalarni hal qilib, xususan bu inson haqlari, erkinlik ve insanınki şahsi erkinligi, dini erkinligi, şuna o'xshagan nurg'un masalalarda alayda bir qadamni ilg'lagandi. Shunda bo'lsa-mu, Türkiye Cumhuriyeti'nin nizomnomasini o'zgartirmagan deyishga nurg'un masalalarda yana saqlanayotgan ishlar bor. Ammo endi bu qatim saylamda yolg'iz hokimiyat qurib sharoit hazırlangan bo'lsa, bular Türkiye Cumhuriyeti'nin şu 90 yıllık tarixidagi bir devletning sistemini, umumiy asos qonunni yeniden qayta ishlab chiqadigan, qayta belgilaydiganga tirishayotdi endi. Endi olib qolsa, yana nurg'un masalalar hal bo'ladi. İkinciden de Türkiye iqtisodiy jihatdan favqulodda kuchlanadi. Biz bilib Türkiye'nin içinde köp bir yerler ajındak taşlandık, bika, axlatçilik, yaki olmasa harakhana, şundak yerliydi. Hazır karasılar o yer şunca güzelleşip ketken, Gülçimen'in oturusuğa
restoranlar yoki bozorlar yoki boshqa shirkatlar qurilib ketgan, hech qanday bekoya yo'q. Bu qasamisi gul guliston bo'lib ketgan. Bu iqtisodiy taraqqiyoti, xalqning turmushining yaxshilanishi, bundan burunlikdagi Turkiya iqtisodi favqulodda tushuk, liranimi og'iz bo'lmaydigan, sanqil bo'lmaydigan bir ahvol deydi. Falastin'de şu Türkiye'de yerleşken bir 20 yıldan aldık bir ayal bir makale yazıptı. Şu Türkiye'nin iktisadını uruk tukkalır Mısır'ın kep kasımı çetlerledin. Numus kılattık. $50-60 pul üçün yencikimizden som kütlemesek olmaydı. Neçin nol kiretti. Koçuların şunda meynetlik şu adetteki koçularda mühemmesi şu yerlik maşallah. Kim bu partiye çıkanı yakı. Bütün bu iktisadiyatın yükselişinin ki yo'qolganda axirda insaf qilinglar bu partiyaning qilgan ishlariga deganimiz bunda bir maqola yozibdi. Shu bu hozir iqtisodiy jihatdan favqulodda taraqqiy ketaylik. Yerlik mahsulotlar eshib ketgan. Hozir yolg'iz bu normal yenik sanoat emas, irg'ir sanoatimi nayt ko'p qurollarni, tanklarni, suasti parxutlarni o'zi yasayotdi. 2017-yili yerlik aeroplan, yo'lovchilar aeroplani havaga chiqdi deydi 2 yil muqomida. Undan keyin bu chet eldagi bo'lgan arab davlatlari bo'lsin yoki g'arb davlatlari bo'lsin, Turkiya eksport qilayotgan mallar hozir dunyo bozorini rasmiy kontrol qilib tunilgan bir vaziyatda. Onun sırtida endi Turkiyada bu AK Partining g'alaba qilishi, endi Alloh subhanahu taolo shunday bir islohotchi, bir rahbar liderni müyesser qilib Erdoğan'ı bu Türkiye'ye bir nimet qilib berganligi uchun hozir bu Türkiye şu bir shaxsninki kuchi, şu shaxsning talanti, shuningki jur'ati qilayotgan harakati ve Türkiye'ni bir taraqqiy qildirib dunyoda eng taraqqiy qilgan davlatlar sepiga elib chiqish uchun hayotini berib qurban qilib qilayotganligi uchun shunday taraqqiy qilyotdi. Onun sırtida bu Türkiye Erdoğan çıkandan keyin biz etraftaki devletler bilan münasebette adavatni nolga tushiramiz, hech qanday davlat bilan adavat saqlamaymiz degan. Hakikaten shunga qarab ilgirlab mangan. Ama maalesef bu Arab bahari o'tirib chiqqandan keyin ba'zi davlatlarda bo'layotgan zulm, tengsizlik, harbiy inqiloblar, shundoq o'z xalqiga qarshi katliam cinayetleri Suriye'de bulayotgan. Şu sebepten Türkiye'de bu etraftaki devletlerden düşmanlıkni nol güçürümüz degen ahvallar bir kadar joyiga bormagan bo'lsa-mu, yanıla oldin qator turibdi. Ya'ni Turkiyasiz O'rta Sharqning mayli siyosiy masalasi, harbiy masalasi va boshqa nurg'un masalalar hal bo'lmaydigan bir vaziyatda. Endi Türkiye'deki bu AK Parti hakimiyetga kelgandan keyin yoki xususan bu saylandim endi butun dunyoning diqqatiga tartilishda nayt ko'p davlatlar bu Türkiye'nin bu hozirgi vaziyatga kelishini xohlamaydi ekan. Bu dunyo sistemi shunday bir sistem adolatsiz sistem ustiga qurilgan bo'lg'achqa bu mushtumzor davlatlar, jahongir davlatlar başkalarının hemmini şu mayli normal maddi qul qilsin yoki bo'lmasa ma'naviy jihatdan qul qilsin o'ziga qarab mangan ekan. Ham Turkiya hozir o'ziga o'zi xo'ja bo'lish qarab manganligi uchun ham jiq davlatlar rahatsiz. Hamda bu Turkiya O'rta Sharq davlat rayonidagi davlat bo'lg'achqa bu mayli bir haqiqiy devletninki sistemi demokratik sistemdeydi mesela. Gerçi biz demokratiyaga qarshi bo'lsak-mu, demokratiya o'zining haqqini ado qilmaganligi uchun, ama Türkiye'de o'zining haqiqiy turda xalqninki saylash haqqi va ularning qanchalik muhimligi, bir hakimiyetni xalq xalqancha chiqarib, xalqan tushiradigan bir modelni ko'rsatdi. Yani mustabid hakimiyetga karşı bir hakiki türde insanlık dünyasında en zamanıvi bir hakimiyet devletinin kandak bulduğallıkını neydi saylandı olsun, hakimiyette olsun,
tüzümdü olsun körsetdi. Şu sebepten bu etraftaki bazı mustabit hakimiyetler bunun qattiq rahatsız. Üzünün içindeki meyli bu Cumhuriyet Halk Partisi olsun, ya ki Kürt Partisi olsun, ya milletçiler olsun, kança rahatsız olsun mu? Lekin bu 7. ayının biri ötküzülgen saylamdan keyin ular tamamen hakikatke halkının ki iradesiga taslim bo'ldi endi. Ahvol shu. Bu AK Parti'nin g'alaba qilishning omillarining ham biri yuqori deyilgandagidek, dunyoda nada mazlum xalq bo'ldi ekan, onun tarafida turdi. Masalan, Somal, Burma musulmonlarning qaziyasi, Falastin qaziyasi, hatta bu qatim bu AK Parti'nin g'alabasi bilan Falastinning ko'chalarida butun shu Erdo'g'anning suratini eslaganmish edi. Ular bir cho'ng bayram qilgan. Endi bu masalaga kelsakmi endi haqiqatan bu Erdo'g'anning shu Davosda İsrail boshlig'iga 1 minut degan mashhur noroziligi bor endi. Shuning tatib butun dunyo bu Erdo'g'anningki bu tarafdagi ko'z qarashini Turkiya uning boshqa Falastindagi Falastin xalqining huquqlarini mudofaa qilish, G'azza xalqini qanchalik mudofaa qilayotganligi, undan keyin hatta bizning Uyg'urlarmi endi. Agar biz o'zimizning gapini qiladigan bo'lsak, Turkiyadek bir yaxshilik qilgan Uyg'urlarning ig'ir beshiga kun tushgan vaqtida yordam qilgan yana bir davlat yo'q endi. Garchi ba'zilar bu Turkiya u qilishi lozim, bir millat bo'lg'achqa, bir til, bir irq bo'lg'achqa qiladi deydi. Ammo qilmasa hech narsa qila olmaydi. Shundaqmi endi Uyg'urlardan necha minglagan insonga puhralik berib, hozir necha o'n minglagan insonlarni qabul qilib hijrat qilib kelgan muhojirlarni, panohchilarni qabul qilishi odatga ish emas endi. Dunyoda uning sirtida Burma musulmonlari deymiz, Somaliya deymiz, Afg'oniston, Pokiston, shiqilib dunyoning har qanday yerida bir insonlarning ehtiyoji bo'ladi ekan, yoki zulm uchraydi ekan, buning qarta o'zining maydonini uchiq qilganligi hammaga ayon. Endi oxirdan so'zimizdan shu bilan bir tema bilan oxirlashtirsak, mana shu AK Parti endi mustaqil hukumat boshqarish, hokimiyat bo'lishisiga erishdi endi bu qadam saylanma natijasi bilan. Endi g'aybdan ashqasimiz ig'iz ocholmaymiz, ammo ba'zi tafovulotlar shu AK Partining g'alabasidan keyin Turkiyaning kelgusi haqida qanday o'zgarishlar bo'lishi mumkin? Vaqt biz ko'z qarashlarni o'tirib qolgan bo'lsa. Endi bu yolg'iz Turkiyada emas, AK Partininki bu yolg'iz bir hokimiyat kelishi, xususan o'tgan 2 oy burungi saylamda yolg'iz hukumat kelish imkoniyati bo'lmaganligi va undan keyingi o'tirib chiqqan muqimsizliklar, qalaymaqonchiliklar hem bütün dünyanın diqqati shu Turkiyaga bog'lanib qolganligi. Endi bu Turkiya o'zining hozirgi AK Parti yolg'iz hukumat qurdimi? Qurgandan keyin bunun bir qancha turli masalalar bor. Birinchidan Turkiyaning muqimligi texmo joyiga tushdi. İqtisadi gullanadi. Hem atrofdagi davlatlarga bo'lgan ta'siri texmo kuchli bo'ladi. Endi hozir bu Turkiya endi bu Arab bahori va shunga o'xshagan bir qancha turli masalalarga Turkiyaning istiqboli xuddi bog'lanishlik bo'lib qolgandek bir vaziyat shakllangan bo'lg'achqa, bu Turkiyaning dushmanlari hammasi shuni qarab turgan endi. Ammo hozir o dushmanlarni bir yoqda qilib Turkiya yani oldimizdagi 4 yil ichida endi mustaqil bir partilik hukumatni qurib, o'zininki 2023-yillik plani var Türkiye'nin. Onunki nurgun planları var. Şu planlarını amalga oshirishda menimcha g'alaba qiladi. G'alaba qilgandan keyin bu endi o'rta sharqdagi va balki islom dunyosidagi nurgun masalalarninki joyiga tushib, hal bo'lishi, Suriya masalasining hal bo'lishiga qarab ilgirlab mangadu deb qarayman. Ham bu yolg'iz Turkiya ya o'rta sharq emas, islom dunyosininki bir haqiqiy muqimligi ve terakkiyatıga, yaxshilanishga qarab, ijobiy tarafga, salbiy emas, ijobiy tarafga qarab manishiga jiq hassa qo'shildi deb qaraladi. Inshaalloh shunday bo'ladi tabiiy ahvol. Ko'p rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Hurmatli qarindoshlar, programmamizni bu yerda oxirlashtiramiz. Diqqat e'tiboringizni berganligingiz uchun ko'p rahmat. Keyingi bilimlarda qayta uchrashish umidi bilan har biringlar bilan xo'shlashamiz. Xayr, xo'sh, salomat bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.